İlk oydakilar 1 milyon 200 bin, 200 bin, 400 bin qarang boyda qilyapti mana shu qo'chqorlar. 67-70 chiqdi mana shu. Kilasi. Kilasi. Bu qo'y ko'tardi shu yemdi. Ya, yemni ko'taraverdi. Yemni ko'targani uchun semirdi, misol. Yemni ko'taradigan, ko'tarmaydigan qo'y bo'ladi-da. Yemni ko'tarib semirib oldi yaxshi. U pilistiradi. Yemni ham boshlanishi bor ekan-a demak. Ha, misol birinchi 1 kasa, 1,5 kasa, 2 kasa, 2,5 kasa Ko'tarishiga qarab oshirilaveradi. Oshirilaveradi. Hammaga assalomu alaykum. Saroy Uz kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloqdan akalar Ozodbek do'stimizni, ya'ni dehqon do'stimizni qo'yqo'roq akamiz. Bu yerda inshaalloh boqilayotgan akalar mana shunday qo'chqorlar bor ekan. Bular haqida qanaqa yem beriladi, qanday tarzda boqiladi, shular haqida to'liq ma'lumot Ozodbek do'stimizni o'zlaridan berishga harakat qilaman. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, bir dona like bosinglar, sizlar uchun mana shunday qo'chqorlardan chiqarishda davom etamiz. Demak akalar, biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Ozodbek, jimsiz, charchamang. Hop, qo'ylar boyapsiz, xudo xolasa. Boyapmiz. Adashmasam, mana yangi keldi shekilli. Yangi keldi. Bu bari qo'chqora? Ha, bari qo'chqor. Bu yangi keldi. Endi yaqinda keldi bular. Yaqinda keldi, xudo xolasa. Nechta keldi? 10 ta. 10 ta. Bu yerda 6 ta. Bu yerda 6 ta, bu yoqda 4 tasi. Bular boqilayotgan adashmasam ichidanmi? Boqilayotganlari. Bular boqilayotgan akalar, shularga qanaqa yem beriladi, qanday tarzda boqiladi va qanchagacha foyda qilishi mumkin, shular haqida to'liq ma'lumotni batafsil o'zingiz olamiz Ozodbek. Xudo xolasa. Hop, necha bosh boqilyapti bugungi kunda hozir? Endi hozir 10 bosh yangi kelgani. O bu yerda 9 bosh narga eskilardan boqayotganimizdan. Jami bittaga 20 bosh. Bittaga 20 bosh. 20 bosh. Hop, endi Ozodbek narx qanchadan keladi endi? Shu asli qizatda misol jumon qanchadan olingan? Bu yil yaqinda olgan bo'lsa, ularni qanchadan? Yaqinda bir 1 million 200 shuna qildi oldi. Sotilaveradi ham bular. Sotaveramiz. Qo'ralarni bir yangirtirib, netib, shunga. Qiziqqanlarga sotilaveradi. Qiziqqanlarga sotilaveradi, bemalol. Bemalol sotilaveradi. Akalar, mana tevadan ko'rsatib qo'yamiz ko'tar. Bo'ylari ham o'zi 80 atrofini urish kerak. 70, 80 atrofini uradi. Mak 75 lik o'zi mana demak ular ana o'chagacha ko'rib turibmizlar mana. Hop, Ozodbek, bular kattaroq, anchadan boshlayotganlarmi bular? Bular kattaroq. Endi misol uchun bularda ham og'in narxlaring bor-ku? Ha, misol uchun mana qancha olgan maslar, qancha olgansizlar? Hop, buni adashmasam aytida 3 million, 2 million 800 olingan. Endi 1 yil oldin bu. Ha, 1 yil oldin. Bu shunaqa, bu ana. Buni o'zi 2 oymi 3 oy oldi yaqinda yaxshilab yem berib berdik. Ancha yetilib qoldi, ketdi. Qancha olgan mana shuni? Buni 3 million 700, 3 million 800 olganmiz. 2 oy 3 oy qoldi. 2-3 oy qoldi. Buni sotildi. Bu sotildimi? Ha, sotildi. Buni boqib turibsiz hozir. Qancha sotdilar? Hop, ancha qoldi. Bir 3 haftami, 2 hafta qoldi. Sotganimizda 5 millionga ketdi mana shu. 5 millionga ketdi. Hozir boqib turaman. O'shanda qancha foyda qilgan bo'ladi? Hop, bu 1 million 400 ming ag'ba foyda qildi. 1 million akalar. Nima qilindi? Qarang, 1 oy, necha oy dedi? 2 oy. 2 oydagilar 1 million 200 ming, 200 ming, 400 ming qarang foyda qilyapti mana shu qo'chqorlar. Endi qana yem berishlardan ko'rsatib ketamiz. Hozir endi misol uchun bunchada olingan, buncha foyda qiladi bilib olsa mana akalar, bu qo'chqor turishini qarabman. Hop, bu qo'chqorimiz naslga yaxshi. Naslga, nasl yo'nalishiga. Olaman deganlarga mana shu tavsiya qilaveradi. Buni mayda 3 ta bor naslga deydi. Mana ham bor akalar, qarang, turishni qarang. Jonivor. Hayitga, Qur'on hayitga olaman tayyor yetilib qolgan. Yetilib qolgan tayyor. Tayyor. Misol uchun bu sotilamasa, bu ham qurbonlik qilishdi adashmasam. Qurbonlik qilishdi buni. Ya'ni iltimos qilib boqib turinglar deyishganiga boqib turuvdik. Hali uyda sharoit bo'lmay qoladi. Demak 1 kun yo 2 kun oldin olib ketishadi buni. 1 kun, 2 kun shunaqa. 1 kun, 2 kun oldin. Akalar, videoda boshida aytib o'tgan adash, esdan chiqib qolibdi. Barchalaringizlar kelayotgan musulmonlar bayrami, Qurbon hayiti bilan barchalaringizga chin qalbimdan tabrlab qolaman akalar. Hammani ishiga omad, Alloh taolo barakasini bersin. Bu yerda bitta qo'yimiz yozib ketgan mana akalar. Qani
Turchi, buni qancha olgansiz Ozodbek? Shu Bezdan? Shu hammasi bir xil. 2 million, 2,5 milliondan 3,5 milliongacha olingan hamma qo'ylar. Ha, 2,5 milliondan O'rtadan 3,5 tashqari. million. Mana ular. Ha, hammasi shu. Maydaqlar ham bor. Bular mana ular. Bular ko'rsatib o'tibman. Bular naslga olaman degan Kattalar ekan. Ha, bular kattaroqlar. Mana bular. Akalar to'yg'ay desang ham bo'laveradi. To'ylar bemalol. Qurolli qadisini to'ygan, nima bo'lsa ham ketaveradi. Bular to'yg'ay deyman, sizlar ham ketaveradi. Bu yoqda oq ekan akalar. Bular sotilaveradi, Ozodbek? Sotiladi bemalol. Endi bularni mana ular qancha olgansizlar? Shu 3 million atrofida olingan bulardi. Ha, 2,5-3 million atrofida bo'lgan orqadan ko'rsatib qo'yib. Endi katta agentliklar o'tib bo'lganiga. Mana akalar. Orqa tomondan ko'rinishi xudo xolasa. Ha, rasa boqilgan. Paytda rasa 1 yil bo'ldi adashmasam, shuni olganman. Qoldi. Bir yil yaqinlashib qoldi. Chiqqanmiz bularni. Unda juda kichkina. Unda kichkinaroq edi. Ikki ag'bag'ida Mana bu qoralarga ko'taring turdi. U naslga olaman deganlarga. Naslga olaman degan akalarimizga ketaveradi. Mana akalar. Yemda akalar berishyapti-ku qo'chqorlarga. Ularga o'zlaring bir baho berib qo'yasizlar. Hammani ko'rasizlar akalar, mana shunday qo'ylardan 100 talab, 200 talab boqish nasib qilsin akalar. Demak, qo'rani qurilishi oddiy o'sha qo'lbola qilib yasalgan Ozodbek. Ha, qo'lbola o'zimiz yasaganmiz. Mana akalar, mana ular olish 4 million 200 dollarmi? 4 million 200 shunaqa. 4 million 200 olishdagan mana shu qo'chqorlarni. Ha, bu yerda qanaqa ko'rinyapti, bilmadik, mayli, ochmadi. Endi mana ochilmagan haligi. Ha, bo'lmaysizlar unga. Vaqt bo'lmay qoldi. Tevadan ko'rinishi. Mana shundaylar qo'ra ham oddiy qo'lbola suvda tayyorlangan. Og'il dechaga, hamda og'illashiga tayyorlangan. Endi qo'yni jayib bo'lsa, bunaqa oxir qilib qo'ysalar, o'zi bersangizlar qo'y yuradi, Ozodbek. Ha, u odamning o'zi holatiga qaraydi-da. Ha, sharoitiga. Sharoitiga qaraydi. Mo apalashga bizda shu borligi uchun qo'ygan o'rtaga temir Ha. Temirdan qo'yib berilgan. Misol boshqa narsa qo'ysa ham bo'ladi. Taxtami, nima bo'lsa-da. Mana oxir yasab keladi o'zi. Misol, endi unga boshqa narsa qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi o'zini kelib chiqish sharoitiga bog'liq bo'ladi. Ha, sharoitiga qarabagina qurasizlar. Endi bu yerdan ko'tarilib qurilgan quramiz. Yerdan ko'tarilgan akalar, axlati ham pastga tushib ketadigan qurgan. Endi kimdir sharoitligi tashqariga naves qurishi mumkin, to'g'rimi? Navesligi ham qursalar akalar inshaalloh foyda qilaverasiz. Nimaga qo'yda baraka akalar, qo'y barakasi boqsangiz inshaalloh semirib, yaxshi yem bilan semirib ko'taradigan variantlar akalar. Mana shu qo'ylarimiz endi 1 yil atrofi, misol uchun endi mana 2-3 oyda akalar 1 million 400 ming foyda qilgan bo'lsa, haqiqatan akalar, misol uchun 10 ta 20 ta olsalaring, yaxshiroq yem deb bersalaring ketaveradigan variant bo'larkan inshaalloh. Qo'y baraka. Mana ularni ham xudo xolasa boqaverasizlar agar haligi mabodo sotilib haligi bo'lmasa, ular ham dashi boqishga oladi. Telefon qilsak, telefonga kelishaveramiz, ham qurollarga bemalol aytaveradi bular ham. Bular ham aytaveradi. Endi misol uchun bu sal kichkinaroq varianti bularga qaraganda. Misol endi nargilari qimmatroq bo'lishi mumkin, to'g'ri kelmaydi dedi-yu. Bular sal kichkinaroq, ammo killa bosaveradi. 50 kilodan ko'p chiqadi bular. Ha, 50-60 kiloga bag'da chiqadi. 60 kiloga bag'da. Nargilar endi o'sha 70. Endi qarang, maslahat endi kimdir endi qurbonlik qiladi. Bular ozgina haligi bes bo'yicha jichak anovrahmi deyman-da, bitta ikkitasi misol uchun monolar ozgina misol uchun sariq semiz bo'lsa, mono semiz bo'lsa bitta ikkitasi haligi. Endi semizlardan tavsiya qilinadi. Ha, u kelishib olinadi. Telefon qilsa bo'ldi. Ha, telefon qilsalar pastda nomer, mana shu nomerlarga aloqa chiqarsa pastga nomer qo'yib ketamiz. Lekin mono sotilgan bo'lsa, misol uchun mononi olishlari mumkin. Bo'lmasa mononi kattaroq qilaman deganlarimizga mana qora ham ketaverar ekan mana. Nasl yo'laman deydimi, to'yg'ay deydimi? Ketaveradi. Mono narsani akalar. Ketaveradi. Naslga olaveraman mana shu narsani akalar. Naslga haqiqiy bo'laveradi. Oldirg'an to'shlarni. Mana akalar. O sariq sal kattaroq, narigi sariq naslga detqamiz, undan sal kichkinaroq. Ikkalasi bir xil, bu sal kichkinaroq, bu kattaroq variant. Bu yemni ko'proq yeganda talashibda. Ha, sal talash ko'proq yeb qo'ygan. Endi Ozodbek, men qarang, ko'pchilik qiziq, qanaqa yem berasiz? O'shalardan ko'rsatib ketaylik endi. Misol uchun, mana shu qo'chqorlar qanaqa yem bilan semirgan? Endi videolarimiz ko'rayotgan bo'lsa oldin ko'rgansiz, bug'doylar qaynatib berganmiz. Ha. Oldingi paytlarda. Oldingi paytlar qishda bo'lganda u narsa. Az yozda echib bo'lgan, suvda bir nima bo'lgan bo'ladi. Yengilroq yem berasiz deyman yozda. Az yengilroq uni qilib bersa ham bo'laveradi aslida. Prosta
Endi yozdan naqa narsalar yuring ko'rsatamiz. Qani ko'rsatib o'tga to'g'ri bir qatorlar mana shu qo'chqorlarimizga qanaqa yem beriladi. Qiziqqanlar bo'lsanglar, nima berasiz endi? Mana, mana yemdan beramiz. O bu nima narsa bo'ldi? Ha, erpani maydalangan ekan. Erpani maydalangani. Erpani maydalangan ekan, mana. Rivojlangani. Mana shunga olib ko'rsating mana. Erpani maydalangan ekan. Mayda kepagimiz bor. O bu yoqda Bu yerda kepak. kepak. Kepak Demak, beramiz. I mayda. Kelma ko'rim. Ha. Ko'rman berasizlar. Ko'rman beriladi. Qani mana shuni olib ko'rsatib qo'yinglar. Maydaligi maydasidan ekan mana. Ko'rimda qana berishda o'zunaliklari bor, farqi bor. Qana misol uchun Suvga o'tib bersa yaxshiroq bo'ladi asli. oldinroq o'tib qo'yasanmi? Ha, o'tib qo'ysa yaxshi bo'ladi misol. Erib, nimaga o'zida vaqti bo'ladi, vaqti bo'lmay qoladi, shunaqa vaziyat bor-ku. Vaqti bo'lmay qolsa shunday beraversa ham asli bo'laveradi. Endi misol uchun o'tib bergan yaxshi. O'tib bergan yaxshi, foydaliroq. Foydaliroq. O'tib bergan yaxshi. Ko'rim demaklar o'tib berganingiz yaxshi ekan. O'tib bergan. Demak, menda kunjara ham bor, bergani. kunjara ham berasizlar. Ha, kunjara ham qo'shib berib turamiz orada. Kunjara ham berasiz. Tuz ham qo'shasizlar, ha? Tuz berib turamiz. Agar tuz ham qo'shib qo'yadi, nimaki, qo'yloq ham endi tuz haligi kerak, misol uchun shu narsani yaxshi ko'radi, boshqa narsa bo'ladi. Devorlarda haligi qilib yalab bir nima qilib bermaydi. Ha, demak, 4 xil yemimiz. Yo, asli yemlarimiz ko'p. Yem ko'p. Yemlarimiz ko'p. Hozir beyda qolgani shu edi. Yana bir video qilsa ko'rsatamiz-ku. Nima berasiz bundan tashqari misol uchun? Hop. Baligi beramiz. Bug'doyda haligi berishimiz o'tib beriladi. Ha. Makkani kekalab netib bergan paytlarimiz ham bo'lgan. Ha. Hozir endi shu narsalar qolgan ekan, hatto bo'lishmaydi. Ha, shu narsalarni demak, hozirchalik 4 xil yem. Ko'rim berib turibmiz. Ko'rim, arpa, kepak, bu yoqdagilar kunjara. Kunjara berib turibmiz. Endi tuzni ham me'yorda qo'shaveradi. Ha. Me'yorda qo'shadilar. Mana shuni, mana berasizlarmi endi hammasini? Mana shu idishda. Mana shu idishda mo'ljallab, misol endi menda 20 ta qo'y bor. Hammasiga mo'lkasida mana bunaqa kasalada 2 ta, 1,5 ta holatga qarab. Endi qarang, mana qo'rada. Ha, mana qo'rada 6 ta qo'y turibdi. Bitta oxir. Bittasiga shu 6 taga mo'ljallab solasiz. Ha, yuradi emas. Yuradi emas. Chechib solib qo'ysangiz bo'ldi. Yuradi, xudo xolasa. Akalar, buloqqa ham shunday me'yorda solib qo'ysalar, yurakka o'zi qo'yiladi, ishtahasi ham zo'r ekan akalar, oxirini tozalab qo'yapti. Endi mana ular yaqindagi alishimiz 2-3 kun bo'ldi, og'illarga. Bularga ham yem beryapsizlarmi endi? Bunga ham yem beryapmiz, xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi niyatda boqishyapti akalar. Oddiy uy sharoitidagilar mana shunday qo'y boqish usuli. Endi daromad o'zdan eshitmang. Misol uchun endi mana ularni ham sotiladi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, albatta aloqa chiqarsa, qurbonlikqa ham, boshqaga ham aytaveradi bular. Yo'q, telefon qilishsa, kelishib, netib, hammasini gaplashib olaveradi. Gaplashaveradi. Ha. Misol uchun endi kimdir kelasini so'raydi, bo'yni so'raydi. Shunaqa hammani haligisi bor o'zini, har xil. Umudirim so'raydi, kilas kerak deydi, bittasi naslga deydi mana ularda. Naslga kerak. Misol uchun mana qo'chqa variantida menida bor, u har xil variantidan bor. Beriladi. 20 ta bor akalar, aloqa chiqarsa telefon qilishsa, haligi qolib ketishmaydi. O'ysiz qolishmaydi. O'ysiz qolishmaydi. Lekin akalar, dehqon akalarimiz nimaki, misol uchun 1 yil bo'lgan bo'lsa, o'g'illarga endi sotadigan payt keldi, nimaki boqib qo'yilgan. Endi qurbonlik ham yaqin akalar, qurbonlikqa so'yaman deydigan akalarimiz bo'ladi. Bemalol aloqa chiqarishdi. Bunda yetilib qoldi. Bu qo'y qo'rlarni bo'shatsa, mo'lar sotildi, sotilmasa bularni o'rniga olsak, aytganimizdek. Mana eda turgandan ko'ra bitta turgani yaxshi asli. Asli bitta turgani yaxshi. Turgani yaxshi. Nimaki, beyda hozir aytdik, uni kichkina, uni kattadi. Ha. Asli mashina turganlar ham birinchi. Asli birinchi turgan kelganda. Hozir sarig'i kattaroq, unisi kichkinaroq deyapsiz-ku. Sarig'i kuchliroq bo'lsa, mayda sal surib, tep, urib netish. Ha, ko'proq yem yeb qo'yadi. Ha. Yangi sal kichkinaroq qoladi shu nisbatan. Ha, misol uchun hozir vaziyatiga qaraydi-yu. Ha, hozir mono qo'y bilan mono qo'y solishtirish mumkin. Nimaki bu paytida ozgina nimjonroq bo'lgan, mono bilan teng kelgan deyapsiz, lekin mono kattaroq ketgan. Nimagaki? Kattaroq ketgan hozir sal. Yemni ko'proq yeb qo'ygan bu surib. Yemni ko'proq yeb qo'ygan surib. Mono oldi, hozir yaqinda oldim mana eshikdan. 2 ta edi, bittasini sotib berdik.
Mana moni oldik. Mo undan kattaroq bu, bundan qaraganda ancha katta. Nega? Chunki uni oldi olib qo'yganmiz, alohida qo'radi. Alohida olib qo'yilgan. Bu to'rtta turgan paytida ozgina semirishda qolib ketgan. Bo'ldi, tushunarli. Demak, akalar mana shunday ana klitkaga bossangiz, mana alohida bossangiz foydasi ko'proq. Demakki, mana qilib to'pib turib 6 ta, 5 ta hisob qo'ysalar, bittasi yemni ko'proq edi. Bittasi kamroq yeb qo'yish mumkin. O'shani hisobiga ham ko'proq edi, bitta ikkitasi kuchsiz sal kamroq yeb qolgan holatda semirmay qolmaydi, semirishga semiradi-yu. Sal kichinaroq qoladi. Haligi yemni kamroq yeyish hisobiga, boshqalari, kuchliroq misol uchun yeyotganlari surish qilganda kamroq yeb qo'yish mumkin. Demak, tushunarli. Qo'ydi klitga qilib boqsan yaxshi. Endi misol uchun qo'y 1 yilda kirib chiqayapsizlarga boqsalarim 1 yilda 6 oy, 7 oy qarilaveradi. Falisi yetilishiga qarab. Yetilishiga qarab chiqaveradi. Demak, qo'ydi qanday qo'ziligida olasizlar hammasini? Qo'ziligida olamiz. Bular ham qo'zi. U qo'zi endi sal kattaroq oldin 2 million, 3 million alik qilsa, kichkina olgandan katta mana shunaqa olganlar. Katta olgan yaxshiroq deb o'ylardim. Qandaydir moslamayib mana ko'rsatish, to'liq ko'rsatishdi. Ya'ni mana shunday qo'zi haligilar misol uchun endi mana oldi tish buzishga kelgan. Endi qarang, misol uchun qo'yni olishadi. O'zimizni misol uchun Vohana qo'ylari bor, Qirg'izistondagi va Tojikistondagi va qaysi qo'ylarni olib boqqan yaxshi deb o'ylaysiz? Endi u odamning o'z ko'niga bog'liq. Asli hammasiga bor-ku. Qarasangiz zakonni bo'ladi. Qarab mehr berilsa, zakonni sevindiradi. O'zgaradi. Endi misol uchun siz boqdingiz. Misol uchun mana Qirg'izistondagi bo'lishi mumkin, mana Qirg'izistondagi bo'lishi mumkin, mana Qirg'izistondagi bo'lishi mumkin. Mana qoralar endi o'zimizda jaydarlar bo'lishi mumkin, mana ular. O'shaning uchun qaysi yaxshi o'zgaradi degan maqsadda bu savolni berganimda, endi asli qarasa hammasi ketaveradi. Endi misol uchun tez ketadigani bor, pastroq ketadigani bor-da. Endi u haligi qo'yni o'ziga bog'liq-da. Mana kengda. Mana ko'rsatadigan bo'lsak, mana 2 oy bo'ldi dedikmi? Yaqindamikin? Yo'q, yaqinda emas. 1 oy o'tib qoldi deshmasam. 67-70 chiqdi mana shu. Kilasi. Bu qo'y ko'tardi ashi yemdi. Yemni ko'taraverdi. Yemni ko'targani uchun semirdi, misol. Yemni ko'taradigan, ko'tarmaydigan qo'y bo'ladi-da. Yemni ko'tarib semirib oldi yaxshi. U pilis tarafi. Minus taraflari ham bor. Qo'y o'shani ko'tarilmay bo'kib qoladi. Yem ko'proq berilish hisobiga, yo'masam oshib ketish hisobiga. Hozir bu 1 oy, birinchi oy sal kamroq berib urgutib olinadi. Hozir to'ppa tashab Buk ko'tarib birdaniga. Endi yemni ham boshlanishi bor ekan-a demak. Misol birinchi 1 kasa, 1,5 kasa, 2 kasa, 2,5. Ko'tarishiga qarab oshirilaveradi. Mana ular shu yoshligida og'amiz bular uni ovur aniq, bundan ovur chiqadi. Bu encha bog'lan ekan. O'zi ham ko'rinib turibdi. Ko'rinishi aytib turibdi. Bular sekin o'z yoshligidan boqib chiqasiz. Alisiga qarab ko'taraveradi bular keyin. Katta bo'lib qoldi. Qancha tashlasangiz ko'taradi bular. Ko'taraveradi bular. Yoshligidan yeb chiqqan tana o'zi bu bo'lgan Alisi. Kelib bo'lgan. Qancha yesam ko'tarish holatida kelib qolgan. O'sha kelib, netib ko'tarishga qarab o'zingizni qo'y qarag'aningizda hozir mana to'xtadi, tugagan narsasi. Tugagan. O'sha ko'tarayotgan yetqonidan-da, to'xtaligi yemasdan bir nima qilmay, allaqanchasi ortib qolgan bo'lsa, u sekin o'zi qo'l bo'lgan bo'ladi-ku, ko'tarmayotgan bo'ladi shu yerda. Demak, yemni ham boshlanishi bor. Ozgina beri boshlasalar ketaveradi. Sekin-sekin yemni ko'tarishiga qarab beravergansizlar. Endi boshqa beradigan ma'lumotimiz qolmadi o'ylayman. Maniki qo'ylar sotilar ekan, agar qiziqqanlar bo'lsa, aloqa chiqindi inshaalloh. Kattasidan deysizmi, kichkinasidan deysizmi, ozod metodsiz o'zlariga aloqa chiqsalarim. Bo'lsa, hammasini o'shatib beramiz. O'shatib berilaveradi akalar. Qurbonlikqa lekin ona qo'ylar ko'rsatganlarimiz aytavergan akalar. Yana bitta gap aytgancha, ona uyimga hozir olib ketib boqaman, alik qilaman, jey qidirish kerak. O'sha kuni nima bo'lar ekan deydi, halisi yo'q. Qurbonlikqa demasizda, endi olsa. Qurbonlik oldim, mana uni oldi dedi-ku. Hali uyda jey bo'lmaydi, misol endi. Hozir bu qanaqa bo'layotganimizni tushuntirganimiz bilan u odam borib tushundimi, tushunmadimi, tap etib tashab bo'tirib, va endi nima bo'lar ekan, siqilib o'tirishda halisi yo'q.
misol kelishib qolsak, Demak- boshqalarni berilaveradi, Ha. o'sha holatga qarallaveradi uni. Endi pastda nomer qo'yib qo'yamiz akalar. Nima so'raydigan narsalaring bo'lsa, misol Ha. uchun Ozodbekni o'zini emasmi, endi dadangizlar ham qaraydilar misol uchun. Akam hamma qarallaveradi, nomerni berishaveradi. Nomerni pastda mana shu nomerni qo'yib qo'yamiz akalar. Aloqa chiqarsizlar, qanaqaligi maslahat kerak bo'lsa, Ha. aloqa chiqsalaring inshaalloh maslahat berilaveradi. Qanaqa boqiladi, misol uchun qanaqa qo'y olish kerak, bular demakda aloqa Ha. chiqarsizlar Qanaqa inshaalloh. qo'y olish kerakmi, u qo'rlarda qanaqa bali qilinganmi? O'tgan safar video qilganmiz, eshiklar yaxshi chiqibdi, qanaqa ochiladi degan. Bu narsa olinadi asli mana. Mayda bu ko'pligi Ha, mana narsalar simlarlar mana shuni olib suriladi. Yana maydalar qo'yib, olib surilsa yana oxir olinib eshik qilingan. Shart emas o'qirdi. Menda sal surilsa, mana endi o'z boltga qilib Ha, 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 bu qo'ygan. yo'l- Tushirib olinadi, bemalol. Survalno'rani akalar. Bu ko'pligi uchun bo'ladi. Mana o'zini bunaqa reshetkali qilib qo'yilgan bunaqa modellarni. Shuni olib, shuni qilsangiz o'zi qo'yib tushadi, bemalol olib chiqaverasiz. Olib chiqishga ham udobniy bo'ladi, xudo xohlasa. Taqilib, qiynalib, o'zingizni qiynab ali pastlardan netgan ichkariga qo'ygan qilmay, bemalol savollar bo'lsa berishaveradi. Berishaveradi akalar. Pastdan nomeriga aloqa chiqarsa inshaalloh qiziqtirgan savollar bo'lsa, aloqa chiqarishni yana bitta gap akalar. O'zlaringda misol uchun maslahatlar bo'lar, ko'p qanchadami? Misol uchun 50-60 yillarni qo'yib qo'yayotgan tog'alarimiz bo'ladi. Maslahatlar bo'lsa akalar, endi misol uchun qo'yni kimdir tez semirtirishni biladi, yemni qanaqa berishdalik qiladi. O'shani ham akalar telefon qilib, yo'lmasam kommentariya yozib, "Ulim, mana shunaqa boqsam bunaqa bo'ladi." Endi ko'pchilikga maslahat o'qib bo'ladi-da u narsa. Ko'p odam kattalar ko'p boqqan, biladi baribir. Biladi. Demak, ana shunaqa misoli, endi 1 yil boqib ali qivermaganmiz. Ular anchani ko'rib qo'ygan baribir. haligi maslahatlaring bo'lsa akalar kommentariyaga shuni yozib qo'yinglar. Endi boshqalar ham ko'pchilik ko'radi bu videoda. Ko'pchilikga foydali bo'ladi. Ko'pchilikga foydali, manfaatli video bo'ladi deb o'ylaymiz akalar. Shunaqa maslahatlarni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Inshaalloh akalar, yo'lmasam videoni yakunlaymiz. O'zlaringizga qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Keyingi videomiz kommentariyalar asosida bo'ladi. Misol uchun o'zlaringizga qiziqtirgan kommentariyalar asosida bo'ladi akalar. Videomizni inshaalloh yakunlayveramiz yo'lmasam. Ozodbek, chorvangiz Alloh taolo barakasini bersin. O'ylayman mana shunda uyingizda 20 ta, 30 ta, 100 ta turish nasib qilsin. Keling, kelsin.